Peregrin lochinning ini bo'lsa, unda hatto katta yirik qushlar ham xavf ostida. Ayniqsa lochinning bolalari bo'lsa, sapsanni hatto bir guruh pelikanlar ham cho'chita olmay, xavfni payqashi bilanoq lochin havoga ko'tariladi. Lochin chegarabuzarlarni nishonga olib, jangga shaylanadi. Sapsan birinchi pelikanga hujum qiladi va u suvga qulaydi. Lochin yana bir hujumga o'tib, ikkinchi pelikanni ham urib tushiradi. Bularning barchasi shafqatsizlardek tuyulishi mumkin, ammo agar pelikanlar lochinlarning iniga yaqinlasha olishga muvaffaq bo'lishsa, unda ular sapsan jo'jalarini hech ikkilanmay paqqos tushirishadi. Shunday ekan, lochin pelikanlarni oldinlab qolgani maqsadga muvofiqdir. Hatto qizil dumli qirg'iy ham bu havo jangchisidan jabrlanishi mumkin. Lochin bosqinchiga shu qadar kuchli zarba yo'lladiki, qirg'iy hushini yo'qotadi va pastga qulaydi. Qirg'iylar-ku mayli, Peregrin lochini hatto burgutlarga ham hujum qila oladi. Bu AQShning ramzi bo'lgan oq boshli yoki kal burgut Peregrin lochinning uyasi yonidan uchib o'tishga qaror qilib, bu unga qimmatga tushadi. Chunki lochin chegarabuzarga tinmay hujum qilib, burgut uchib ketmagunga qadar sapsan uni tinch qo'ymaydi. Ammo burgut ham anoylardan emas va tirnoqlari bilan hujumni qaytaradi va lochin uchun bu xavfli raqib. Shuning uchun ham lochinlari burgutlarga imkon qadar just bo'lib hujum qilishga harakat qilishi, bu sapsanlarga dushmanni har tomondan chalg'itish va burgutni qarshi hujumga o'tishiga yo'l qo'ymaslik imkonlarini beradi. Rostini aytganda sapsanlarning bir dushmani bo'lib, lochinlar unga bas kela olmaydilar. Bu oq yuzli